15 dan sal oshgan, tinchlikmi? Qizingizni homilador ekanligini bilarmidingiz? Adasi, Saida uydan qochib ketibdi. Saida uyda yo'q. Qayerga ketadi? Kimga ham kerak? Sani qizing qaytib keladi o'zi. Qatta yuribsan? Nega ketib qolding? Boshqa unaqa qilma. Amaking haqida dadangga gapirma. Lekin Rostonajon, bo'ldi, bor gapirma. Bolam, nima bo'ldi? Buvijon, meni yubormang. Men uyga borishni xohlamayman. Dadam onamni ko'p urishadi. Nega tashlab kelding? Gapir, nima bo'lyapti bu uyda? Nima bo'lyapti bu uyda? To'xta, iltimos. Javob ber. Saida, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yur, xavfsiz joyga boramiz, men yoningdaman.